Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Hammalar yaxshi turinglarmi? Bugun biz darsimizning davomi, ya'ni Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabar darsimizni davomlashtiraylik dedik. Bugun Yuhanna bayon qilgan xo'sh xabar 2-bob 1-oyatdan 12-oyatgacha bo'lgan mazmunni ko'rib o'tmoqchi. Biz oldi bilan bu mazmunni bir qatim o'qib chiqaylik. 2 kundan keyin Jaliliya o'lkasining Kana yezisida bir to'y bo'ldi. Hazrat Aysoning onasi Maryam u yerda edi. Hazrat Ayso va uning shogirdlari to'yga taklif qilingan edi. To'yda sharob tugab qolganda Maryam Hazrat Aysoga "Ularning sharoblari tugab qopti" dedi. "Ana, meni aralashtirmisingiz? Mening vaqtim tegi kelmadi" dedi Hazrat Ayso. Onasi chakarlarga "U sizlarga nima qil desa, shuni qilinglar" dedi. U uyda Yahudilarning tozalanish diniy qoidasini ado qilish uchun ishlatiladigan har biriga 8-9 chelakdan suv sig'adigan 6 tosh ko'p qo'yilgan edi. Hazrat Ayso chakarlarga "Küplarga suv to'ldiringlar" dedi. Ular küplarni og'zig'icha to'ldirishdi. Andin Hazrat Ayso ularga yana "Әмді buningdan bir chini elib ziyofat boshqaruvchiga beringlar" dedi. Ular baja keltirishdi. Ziyofat boshqaruvchi suvdan o'zgargan sharobni tetib ko'rib, uning qayerdan keltirilganligini bilmadi. Ammo buni suv to'shig'anlar bilishadi. Shuning bilan ziyofat boshqaruvchi kuyovini chaqirib, uningga "Bu sharob bak yaxshi ekan. Boshqa sahibxonlar yaxshi sharobni to'yning beshida qo'ydi. Mehmonlar xeyli qanuvchi ishgandan keyin nachirini qo'ydi. Ajab sen eng yaxshi sharobni mushu chaqit saqlabsan" dedi. Bu Hazrat Aysoning dastlabki mo'jizasi bo'lib, Jaliliyaning Kana yezisida ko'rsatilgan edi. Bunun bilan Hazrat Ayso o'zining ulug'ligini ayon qildi. Uning shogirdlari uni Xudoning avatganligiga ishondi. Bu ishdan keyin Hazrat Ayso onasi, inilari va shogirdlari bilan Kaparnahum shahriga berib, u yerda bir necha kun turdi. Xo'sh qarindoshlar, biz bugungi darsimizni boshlashdan burun oldingi haftadik, ya'ni oldingi soat darsimizni bir qatim o'ylab o'tsak, oldingi soatda biz Hazrat Aysoning shogird chaqirishi, ya'ni dastlabki shogirdlarni qanday chaqirishib, ular bilan qanday uchrashganligiga oid mazmunlarimizni ko'rib o'tgan edik. Ya'ni Andar asli Yahyo payg'ambarning shogirdi bo'lgan shu Andar Yahyo payg'ambarning guvohligini anglab, Hazrat Aysoning kaynidan mangdi, ya'ni agashdi va shundaqla onun bilan birga o'tkazdi sharqili biz nima dedik? Hazrat Aysoni topdi, ya'ni Hazrat Aysoni tunidi. Ham shundaqla Xudo bilan, ya'ni Rab bilan birga bo'lishdan kelgan shu xo'shalliqi bilan qini batmasdan darhol berib bu xo'shalliqni kim bilan baharlandi? O'zining aksi Simon bilan. Ya'ni Petros bilan baharlanib Petrosga biz Masihni topdik deb bu xabarni Petrosga uqtirdi. Ham shundaqla Petrosni Hazrat Aysoning oldiga elib bordi. Ham undan keyin Hazrat Ayso Filipni tepib, Filipga ham shundaq manga ergashganda buni chaqirganligini, aqdan Filipmi yana Rabni tunigani xo'shallik bilan berib Nataniyelga shundaqla, ya'ni yozmalardagi Musa payg'ambar Tavrat oldin aytgan va yoki boshqa payg'ambarlarni tilga olgan shu qutqizuvchi haqidagi shu xo'sh xabarga, ya'ni qutqizuvchi to'g'risidagi shu bishoratlarga asoslanib turib, shu Nataniyelga shu qutqizuvchi haqidagi xabarni degandan keyin Nataniyelning ham shundaqla buning qaytargan inkaslarini biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni qisqasi Rab haqidagi xabarni anglab va Rabga agishib ularning va Rab bilan birga bo'lish orqali, Rabni tonish orqali, Rab bilan birga Rabning huzurida bo'lish orqali ularga to'lib tashgan shu xo'shallik va xo'shallik orqali shu xo'shallikni ichiga patramay va boshqalar bilan shu Xudo haqidagi, Xudoning haqiqati haqidagi, shu Xudo ato qilgan xo'shallikni boshqalar bilan baharlangandagi qisqasi shunday bir holatni biz oldin qatim ko'rib o'tgan edik. Endi bugungi mazmunga kelsak, bugungi mazmunda Hazrat Aysoning qilgan ishini, ya'ni bevosita Hazrat Ayso o'zining qilgan ishlarining eng dastlabki boshlanishining qanday bo'lganligiga oid mazmunni bugungi mazmunda chiqadi. Bo'libmi bu boshlanish nimadan boshlandi desa, to'y ziyofati vaqtida bu Hazrat Aysoning qilgan ishlarining boshlanganligini Yuhanna dal shu to'y ziyofati orqali bu yerda bayon qilganligini biz ko'rib o'taylik. Endi to'y desak biz balkim yangi bir hayotning boshlanishi degan tushunchalar, ya'ni yigit bilan qizning yangi bir hayotining boshlanishi
yangi bir uy qurib, yangi bir hayotining boshlanishi va shundaqla bir birga bo'lishga, ya'ni bir umr, bir hayotini birga o'tkazishga qiz bilan yigitning va'da beradigan va bir-biri bilan ahd tuzishadigan mayli qanday vaqtlarda bo'lsin, qanday jabr jafolikli kunlarda bo'lsin va yoki qanday xo'shalliklarda bo'lsin, har qanday ahvol ostida birga bir-birini qo'llab turib, bir-birisiga hamroh bo'lishib turib, bir umrlik hamroh bo'lgan shunday bir va'dasini, ahdisini qildigan, berishadigan shunday bir kun desakmi bo'ladi. Ham shundaqla undan sirt biz buni oldin qatim olamning yaratilishida o'rganib o'tganimizga o'xshash Xudoning amri. Ya'ni Xudo Odam bilan Havoni yer yuziga qo'ygan vaqtda nima dedi desa, avlod ko'rib ko'payinglar, boshqaringlar, butun yani qoplanglar degan o'sha shunday bir amrni qo'ygan edi. Ham shundaqla to'yga nisbatan Xudo nima degan desa, er bilan ayolning ota-onasidan ayrilib bir tan bo'lishi deb turib to'yning hukmini bizga Alloh burun shu olamning yaratilish qismidalar bizga Alloh burun shuni uqtirib qo'ygan edi desam bo'ldi. Ya'ni nima demoqchi desamda to'y desak, mana shunday nurg'un tushunchalar balkim bizning yodimizga kelishi mumkin demoqchida. Endi biz qarasak bu yerda hazirda esa shogirdlarni chaqirib bo'lib 2 kundan keyin degan gap 3-chi kuni degan gapda, ya'ni 2 kun o'tib bo'lgan 3-chi kuni hazirda esa va shogirdlari hatta hazirda esaning onasi Maryammu bu to'yda bu to'yda bo'lib, yani to'yga taklif qilinganlar qatori ekanligini bu yerda uqtiryotdi. Endi to'y desak, biz muqaddas kitobda nurg'un yerlarda to'y motivini biz ko'ra olamiz. Ya'ni to'yga misol keltirib turib, to'yni tamsil keltirib turib, bizga tushuntirgan, ya'ni to'y orqali bizga yetkazmoqchi bo'lgan Xudoning shunday bir uchurlarini biz muqaddas kitobda ko'ra olamiz. Ko'na ahdida bo'lsin, mayli yangi ahdida bo'lsin, har yerda uchraydi. Masalan, ko'na ahdida bo'lsa, Xudo bilan Xudoning xalqining, ya'ni ahd xalqining munosabatini er ayol o'xshash, ya'ni yigit bilan qizga o'xshash shunday munosabatni tasvirlaydigan mazmunlarmi bor. Ham Xudoni ota deb turib, otining sifatida ham tasvirlaydigan mazmunlarmi bor. Ham nima demoqchi desa shu, ya'ni Xudo biz Yeshaya qismida bo'lsin, mayli Azagiyal qismida bo'lsin, mayli Yeremiya qismida bo'lsin ko'rgan bo'lsak, o yerlarda ko'pincha Xudo o'zini ahd xalqining eri, ya'ni yo'ldoshi deb turib, shuni tasvirlab turib, ahd xalqi bo'lgan Isroillarni bo'lsa, ayolning sifatida, ya'ni qizning sifatida, to'y qizning sifatida tasvirlab turib, hatto ularning qanday vafosizlik qilganliklari, ularning butga cho'kinib qanday buzilganliklarini payish ayolga o'xshatib turib tasvirlagan mazmunlari nihoyat ko'p. Bo'libmi Yeshaya qismi qaraydigan bo'lsak, Yeshayada ham bir motiv bor. Ya'ni Sion nima desa, Sion bo'lsa, homildor bo'lib farzand ko'radigan ayol sifatida tasvirlandi. Sion xalqi, ya'ni Xudoning ahd xalqi bo'lsa, Xudoning haqiqati va adolatini yurgizib, butun allarga Xudoning adolatini taqitadigan shunday bir burishni tasvirlab turib, Sion xalqini shuning simvol qilib turib tasvirlaydi, ya'ni ayolga o'xshatib turib. Lekin bular Xudodan voz kechib, Xudodan yuz o'rib, vafosizlik qilib, shunday Qanon millatining madaniyatlariga ergashib, ularning o'rib odatlarini o'zaro qabul qilib, e'tiqodida yenib, ya'ni nurg'un butparastliklarni qilib, Xudoning adolatidan yiroqlashgandan keyin Xudo Sionni nima o'xshatib tasvirlaydi desa, payish ayol o'xshatib tasvirlaydi. Ham shundaqla O'shaya payg'ambarning qismini o'qiydigan bo'lsak, u yerda shu qadar, ya'ni O'shaya payg'ambar bilan ayolining ish izlari orqali va ular orqali tug'ilgan farzandlarining ismlarini Xudo qanday qo'yishlarini hatto belgilagan ismlarini shularni qo'yish orqali, ya'ni isbotlash orqali Xudoning o'zining xalqi, ahd xalqi bo'lgan Isroillar bilan bo'lgan munosabatini shu qadar jonliq yoritib bergan qismi ham shu O'shaya payg'ambar qismlarida bor desam bo'ladi. Yana qisqasi bu to'y, ya'ni er ayollik munosabat, ya'ni eri va ayoli sifatida Xudo bilan o'zining ahd xalqini tasvirlaganda ana shunday bir munosabatda shu qadar bizga jonliq holatda isbotlab bergan mazmunlar ham ko'nakda ko'p. Endi buni biz ko'nakda bizga bir qadar notunush deb o'ylasak, biz yangi ahdga qaraydigan bo'lsakmi, hozirda esa nihoyat ko'p yerlarda to'yga nisbatan misollab turib
təmsil qilib turib bizga so'zlab bergan mazmunlar nihoyatda ko'p. Masalan, biz bir qisqacha ko'rib o'tsak, 10 qiz qo'llash tamsili bor. Esinglar kiramdiki, Matta bayon qilgan xush xabar 25-bob 1-oyatdan 13-oyatda, ya'ni arishning podshohligi xuddi qo'llariga chiroq elib to'yi bo'lgan yigitning oldiga chiqqan 10 qiz qo'llashga o'xshaydi deb turib, shuna tamsil gap turib qilgan aytgan bizga yetkazmoqchi bo'lgan shuna uchurlarni shuna tamsillar orqali bizga yetkazganligini biz ham ko'rib o'talaymiz. Bo'libmi bu yerda tayyorligi bor bo'lgan 5 qiz qo'llash bular yigit kelgicha ya'ni chiroqdan bilan yog' ya'ni chiroq burungi zamonlarda to'q yo'q vaqtlarda ana shunda biz jin chiroq deydik bizning yerlik tillarimizda yog' bilan paxtani eshib turib shuna yondirgan chiroq emasmi? Shuna o'xshash bu 5 tayyorligi bor qiz bo'lsa paxtani nima yog'ni ham bu o'tni ham amin tayyor qilib turib yigitni saqlagan o'xshash tasvirlaydi emasmi? Lekin tayyorliqsiz qolgan 5 qiz qo'llash bo'lsa, ular faqat bir qatimliq shu nimasini elib ko'tarib chiqib, yigit kelishi biroz kechikkan vaqtida bo'lsa, ularning yog'lari tugab qilgan vaqtida, ya'ni ular yog'ga qilib ketgan vaqtida bo'lsa, yigit kelib, ishini taqqiganliklari bu aqlsiz, ya'ni tayyorliqsiz qizlarning bo'lsa, sırt qağanlıqlarını, hatta yigitning bo'lsa ularga men sizlarni tunimayman deganliklariga aytmasmanlar bor. Endi yana qaraydamizga aytamiz, Yuhanna bayon qilgan xush xabardalar men oldin qatimda aytgan, Yahyo payg'ambar Hazrat Isa bilan bo'lgan munosabatini qanday tasvirlaydi desa, qiz cho'qim o'zi bilan to'y qilgan yigitga mansub bo'ldi deb turib, qo'ldash bo'lsa yigitning tayyorligini qilib, uning kelishini kutdi deb Yahyo payg'ambar bo'lsa o'zini yigitning qo'ldashiga misol keltirib, yigit o'zi kim, ya'ni Hazrat Isa'ni bo'lsa yigitga o'xshatib turib tasvirlab turib, uning ovozini anglab xursand, ya'ni yigit bo'lsa, ya'ni qo'ldash bo'lsa yigitning ovozini anglab xursand bo'ldi. Shuningga o'xshash menmu Hazrat Isa'ni kelishidan xo'shallanib kin-kinim patmay qoldim. Uning shuhrat o'sishi mening bo'lsa tuvalish kerak deb turib, Hazrat Isa'ni shu to'y bo'lgan yigitga o'xshatib turib tasvirlagan mazmun bor. Endi yana to'y ziyofati to'g'risidagi tamsil bo'lsa, yana Matta bayon qilgan xush xabar 22-bob qaraydamizaq, nihoyat aniq qilib, arishning podshohligi bir podshohning o'g'li uchun tayyorlagan to'y ziyofatiga o'xshaydi deb. To'y kuni podshoh ziyofatga taklif qilingan mehmonlarni chaqirish uchun chakarlarni avatibdi, lekin mehmonlar kelishni xohlamabdi va hatto mehmonlar avatilgan chakarlarning so'zlariga e'tibor qilmay, bir etizga kelsa endi bir tijoratga ketibdi, hatto qag'illari bo'lsa chakarlarni tutib olib, qattiq urib o'ltirib etibdi deb. Buning bilan g'azab kelgan podshoh chaqirilganlar loyiq bo'lmadi, shunga yo'llar och yo'llarga chiqib uchratganlik odamlarni mening ziyofatim chaqiringlar deb chakarlarni avatgandan keyin ya'ni chakarlar shu mehmon bilan to'ldirgandan keyin podshoh u mehmonlar bilan ko'rishga chiqqanda u yerda to'y kiyimi kiymagan kishini ko'rganda qanday inkos qaytargan, ya'ni u kishini qorong'ulikqa chiqib tashlashni buyurganligiga oid mazmunlar bor. Hem shuningla bundan sirt yana buningga o'xshab qolgan mazmun Luqa bayon qilgan xush xabar 14-bob 15-oyatdan 24-oyatlarga qaraydigan bo'lsakmi o'xshash bir kishi katta ziyofat hozirlab nurg'un mehmon chaqiribdi. Dasturxon selingan kuni chaqirin avatib chaqirilgan mehmonlarga marhamat, aminas tayyor bo'ldi deb aytibdi. Biroq mehmonlar bormaslikqa bir-birlab bahona ko'rsatganligiga oid mazmun bor. Ya'ni ba'zilar yer setib olgan, berib ko'rib kelishim kerak deb bir qilsa bahona ko'rsatsa, yana ba'zilar bo'lsa o'ks setib olgan edim, ko'zini kechirishim kerak deb bahona qilib, yana ba'zilar bo'lsa voy men yangi uylangan edim degan bahonalarni. Ya'ni biz qaraydigan bo'lsak bu bahonalar kundalik turmushning g'am andishlarida bir hisobda shu kundalik turmushdagi o'zimizning hayotimizdagi shunday ishlarni o'zimiz muhim deb ko'rib bu ziyofatga pisand qilmasdan, Xudoning chaqiriqlariga, Xudoning so'zlariga iran qilmasdan, ya'ni ko'zga ilmasdan, turmushning, hayotning g'am andishlariga berilib turib, Xudoning chaqiriqini ko'zga ilmasdan, ya'ni sal qaraganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga oid nihoyat aniq tasvirlab bergan misollarda ham shuningla bu barcha to'yga oid bunday mazmunlarni xulosalab bergan mazmun nada desa, vahiylar qaraydigan bo'lsak, qo'zining to'y ziyofati degan yerda, ya'ni vahiylar 19-bobda shod-xuramlik bilan tantana qilayli, uni madihlab ulug'layli, chunki Xudoning to'y kuni yetib keldi. Qiz o'zini tayyor qildi, uningga kiyinish uchun pokiz va yaltirab turadigan esil kandir ton berildi. Andin farishta menga buni so'zlarni xotirlab ol. Qo'zining to'y ziyofatiga taklif qilinganlar naqadar baxtli dedi degan o'xshash Xudoning, ya'ni shu Xudo o'rlashtirgan to'y ziyofati, ya'ni qo'zining to'y kuni
Shu vaqtda qandaq bo'lganligiga oid mazmunlarni bizga tasvirlab bergani, ya'ni xulosalab bergani dal vahiylar qismi ekanligimizni bilalaymiz. Ya'ni nima demoqchi desa, Yohanna Hazrat Aysoning dastlabki, ya'ni eng dastlabda tunji qatim qilgan ishlarini, ya'ni to'y ziyofati ustida yuz bergan o'sha ishlar ustidagi qilgan ishlar orqali, boshlash orqali bu yerda nimani bizga yetkazmoqchi desa, to'y ziyofatini biz bayam, ya'ni to'y bo'lsa, ya'ni nikoh munosabatini biz Xudo bilan Xudoning xalqi o'rtasidagi munosabatni qiz bilan yigitga o'xshash, ya'ni nikoh munosabatiga o'xshash, ya'ni ahdi munosabatni dal nikoh bilan isbotlaganligini biz ko'rib o'tgan edik. Dal mushundaq Ayso Masih orqali bog'langan ahdi munosabatning boshlanganligi, ya'ni Masihning mushu to'y ziyofatini oshgan davri, yangi bir davri, ya'ni mushu to'y ziyofatining boshlanganligiga oid mushuna mazmunni bizga isbotlab bermoqchi bo'lganligini. Ayni zamanda bu Yohanna yozgan mushu xatni o'quvchilar, ayni vaqtda mushu xatni topshiruvchilar bo'lsin va yoki bugungi biz ko'rayotganlar bo'lsin va yoki bu davrlarda buni o'qiydigan barliq o'qirmanlarning hammasining ham Xudoning mushu to'y ziyofatiga chaqirilganlar sifatida, to'y ziyofatiga, qo'zining to'y ziyofatiga qatnashganlar sifatida mushu ziyofatning boshlanganligini bizga uqtirib turib, mushunday bir yangi bir davrni, bizga mushunday bir vaziyatni, mushunday bir holatni, hozir biz qanday davrda yashayotganligimizni ham bizga aniq uqtirib beradigan bir mazmun desakmi bo'ladi. Ya'ni biz to'y ziyofati deb to'y desak, biz kichik vaqtlarimizda bu to'y burunqi shu davrlardagi yahudiylarning shu to'y murosimi o'xshab qoladi. Burunqi bizning to'ylarimiz desam bo'ladi. Hozir to'ylar nihoyat oddiylashib, ixchamlashib ketdi. Shunga balkim biz buni tasavvur qilolmasligimiz mumkin. Lekin burunqi vaqtlarda bir hafta, hatto bir oyga yaqin o'sha to'ylar bo'ladi emasmi? Eng oldi bilan bu qiz bilan yigitning va'dalashadigan va'dasi, ya'ni nishonlashadigan shuna bir vaqtlar bo'lsa, shundan keyin anoniki rasmiy to'y bo'lib, yigit qizni og'ili keladigan vaqtlar bo'ldi degan o'xshash. Ya'ni bu yerda to'y ziyofati desak, shu vaqtki real holatdagi shu to'y ziyofatini arq ko'rinishtirib, hamma odam tushuna oladigan shuna bir sifatda shuna tamsil qilganligini biz ham ko'ra olamiz. Ya'ni yangi bir davr, Masihning to'y ziyofatining davri, ochilgan davri ekanligini dal Yohanna eng dastlabda, ya'ni Hazrat Aysoning barcha ish izlarini bayon qilishdan burun eng dastlabki ishini tal mushu to'y ziyofati orqali bizga bayon qilib berganligidan biz shuni bilib olamiz. Xo'sh, biz davomini ko'rsak, to'yda sharob tugab qolganda Maryam Hazrat Aysoga ularning sharoblari tugab qopti deydi. Ya'ni to'yda sharob tugab qolganda. Biz sharob deganni biz muqaddas kitobdagi mazmunlar orqali, sharob orqali biz nima tushuna olamiz desak, sharob asosan xo'shallik simvol qilindi muqaddas kitobda. Masalan, Yeshaya bayon qilgan xush xabarda bo'lsa, bu sharob, ya'ni sharob deganimiz bu yerda uzum arig'ini ko'rsatadi. Odamlar o'zining istak xohishini qondirish uchun shunday kayfiy saboqqa berilib, sharobni asosan yo'qotgan darajada shunday ichgan sharobni bo'lsa, bir zaharli sharobga o'xshash odamning ahli uchun yo'qotadigan ezitqulik simvol qilingan shunday bir sharob qilinsa, aksicha bu uzum arig'i, ya'ni sharob Xudoning podshohligida bo'lsa, ya'ni Xudoning baxt barakati, Xudoning xotirjamligi, Xudodan kelgan haqiqiy xo'shallik, haqiqiy shodlik, tinchlik simvol qiladi. Shunga bu sharob deganimiz bo'lsa, ya'ni Xudoning podshohligi ichida bu sharob bo'lsa, xo'shallikqa, tinchlikqa va shundaqla baxt barakatga, shodlikqa simvol qilinganligini biz bilib olamiz. Endi bu yerda masala nima desa, dal shunday to'yda, to'y ziyofatida sharobning tugab qolishi. Undaqda to'yda sharobning tugab qolishi nimadan derak berdi desa, sharob tugisa albatta nima bo'ldi? Kishilarning tarqilishiga, ya'ni tarqaqlashishiga, ham shunday bu xo'shallikning tugaydiganligiga degandek shunday bir nimalardan derak berganligini biz bila olamiz. Endi dal shunday vaqtda, ya'ni to'yda sharob tugab qolgan vaqtida Maryam kelib Hazrat Aysoga ularning sharoblari tugab qopti deydi. Lekin bu vaqtda Hazrat Ayso nima deydi desa, "Xonim, ayol, meni aralashtirmasingiz. Mening vaqtim tek kelmadi" deb javob qaytardi. Endi bizning kitob qarasak, bevosita ana deb tarjima qilayotgan. Asli bu yozilganda ana deb emas, balki ayol, meni aralashtirmasingiz deydi. Endi bu yerda ayol deyishi bu hargiz
Biz balkim ana demey ayol deyishi biroz qo'polroq, hurmatsizlikdek anglangan tuyulishi mumkin. Lekin bu yerda maqsad holda Yuhanna bu yerda ayol deganligini, Hazrat Aysoning ayol deganligini ta'kidlayotdi. Ya'ni mening vaqtim kelmadi deb turib. Bu yerda Hazrat Ayso nimani bu yerda ta'kidlamoqchi desa, jismoniy jihatdagi munosabat emas, balki Hazrat Aysoning yer yuziga kelishiga birdan-bir maqsadi bo'lgan. Yani Hazrat Ayso yer yuziga nima munosabat bilan kelgan? Qutquzuvchi bo'lish salohiyati bilan, dunyoda tamomlamoqchi bo'lgan ishi bilan, iroda bilan kelgan emasmi? Shu salohiyat bo'yicha bu yerda Maryamga ayol deganligini ko'ra olamiz. Buni ham bu yerda vaqti soatim kelmadi degan orqali ham biz ko'ra olamiz. Bu yerda vaqtim kelmadi, vaqtim tex kelmadi deganni Yuhanna nihoyat ko'p bu yerda Yuhanna bayon qilgan xush xabarda ta'kidlaydi. Ya'ni vaqtim kelmadi deganni biz qaraydigan bo'lsak, Yuhanna bayon qilgan xush xabar 7-bob 30-oyatdami shuning bilan ba'zilar Hazrat Aysoni tutmoqchi bo'lishdi, lekin uning qo'l solgan odam chiqmadi, chunki uning vaqti soati texi yetib kelmagan edi deydi. Ammo bu vaqti soati nimani ko'rsatdi, qaysi vaqtni ko'rsatdi desa, Kristga o'lim bilan munosabatli bo'lgan shu vaqtni, ya'ni Kristga o'limi, qayta tirilishi orqali insonlarni erishtirgan shu qutqizish xizmatini ko'rsatganligini biz bu tushuna olamiz. Ham shundan bu vaqti soatini Yuhanna izchil mushu Yuhanna bayon qilgan xush xabarda Hazrat Aysoning vaqtini dal mushu Kristga o'limi, qayta tirilganligi va insonlarni erishtirgan shu erkalik, ya'ni qutqizish xizmatini Yuhanna o'zi bayon qilgan bu xush xabarda maqsad holatda vaqt soatni bizga alohida mushu hukm bilan, ya'ni Kristga o'limi munosabat bo'lgan shu vaqtni ko'zda tutib turib bizga tasvirlaganligini biz bila olamiz. Buning munosabatli mazmun yana 8-bob 20-oyatda tasvirlandi. Hazrat Ayso bu ta'limlarni markaziy ibodatxonadagi iyon to'plangan yerda aytgan edi, biroq hech kim uni tutmadi. Chunki uning vaqti soati yetib kelmadi. Yani Persiylar olsun, kimler olsun bunu tutuşunu maqsad qilgan, hatta ba'zan tosh etib, chalma-kesak qilib o'ltirishni o'ylashganlar bo'lgan-ku, biz mush xush xabarni o'qisak. Lekin Hazrat Ayso doim mushundaq boshqalarning suiqasd planlari ichidan yana uning vaqti soati kelmagan bo'lg'ashqa, uning dal Kristga mixlangan vaqti soati kelmagan bo'lg'ashqa, ulardan qandoq chiqib ketganliklarini, qandoq qutulganliklarini bizga tasvirlab bergan mazmunlar bor. Shuningga o'xshash bu yerda vaqt soati degani dal shu o'tib ketish hayitining arpisida o'ldirilgan qo'zi sifatida Kristga o'limini tasvirlaganligini shuni ko'rsatadiganligimiz shuni olamiz. Endi 12-bob shu Yuhanna bayon qilgan 12-bob 23-oyatda inson o'g'lining shon sharafga ega bo'lgan vaqti soati yaqinlashib qoldi deb o'limiga yaqinlashgan, ya'ni Kristga o'limga yaqinlashgan vaqtida tasvirlaganda dal shunday yaqinlashib qoldi deb turib maqsad holda ifodalangan mazmunlari bor. Ya'ni bilib qo'yinglarki, bug'doy deni to'pig'i tashlanib qurbon bo'lmoqcha yenil bir tal don biti turadi. Qurban bo'lsa bir so'rib ko'p hosil berdi deb turib, dal shu Kristga o'limini ko'z tutganligini aniq holatda bizga shu misol orqali tushuntirib berdi. Shunga hayotdan ayganlar uningdan mahrum bo'ldi, lekin bu dunyoda hayotdan aymaganlar uni mangu saqlay oladi deb turib, Kristga o'lim orqali mangulik hayotlikqa erishtirmoqchi bo'lgan shu irodasini Yuhanna bu shu bayon qilgan xush xabarda Yuhanna o'z maqsad holda Hazrat Aysoning vaqti soatini dal shu Kristga o'limi va qayta tirilishidagi shu irodaga markazlashtirib maqsad holda Yuhanna bayon qilgan xush xabarda shundoq bizga tasvirlab berdi. Xo'sh, endi davomini ko'rsak, bu yerda onasi, ya'ni Maryam chakarlarga, ya'ni shu joyda to'y ziyofatida ish qilgan shu chakarlarga nima deydi desa, u sizlarga nima qil desa, shuni qilinglar deydi. Ya'ni u nima desa, shuni qilinglar deb. Ya'ni u gap qilgan shu barliq gap bo'yicha itoat qilinglar degan bir so'zda. Shu vaqtda bu yerda bizning ko'zimiz chiliqadigan narsa nima? U uyda nima bor edi? Ya'ni tosh kub bor edi. 6 dona tosh kub. Buni balkim aniq bildiganlar bo'lishi mumkin va yoki bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Bizim kichik vaqtlarimizda suv o'rtoqlashmaganda, hozirgi har bir uyda suv yo'q vaqtlarda har bir oilada, har bir uyda va balki sizlar bozor chiqqanlarda ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Shunday cho'ng-cho'ng idishlar, kuplar shunday bor edi. Endi bularni ba'zilar suv saqlash uchun ishlarsa va yoki kichik araklarni biz saychilab yasab turib shuna qilish uchun ham ishlatdik bizmi? Sizlar yodinglarda bormi bilmadim. Ya'ni nima demoqchi desa, dal ana shunday 8-9 chelakdan suv sig'adigan 6 dona shunday
kup, yani idish, taş idishning barligini. Ve Hazreti İsa nima deydi desa, shu kuplarga, yani kuplarga su to'ldiringlar deganda, yani chakarlarmi o kuplarni og'zig'icha to'ldirishganligini. Endi bu hozirgi mushu jumla orqali biz nimani ko'ra olamiz desak, birinchidan anisi degan emas, u nima qilsa shuni qilinglar degan vaqtida chakarlarmi Hazreti İsa nima desa shuni qildi. Yani itaat, Rabbning amriga, so'ziga bo'lgan shaksiz itaat. İkincisi yana nimani yuqib olamiz desak, Rabb bizni chaqirganda, Rabb bizni yetaklaganda, hayotimizda o'zining ishini qilgan vaqtida hargiz biz qilolmaydigan ishlarni, bizi yo'q bo'lgan narsalarni bizdan talab qilmaydi. Aksicha, bizda bor bo'lgan bizning tabiatimizda, bizning ichimizda bor bo'lgan shu tabiatimizdagi ishlar, shu ishlar bizning hayotimizga ishlar orqali Rabb o'zining xizmatini, o'zining ulug'ligini shu bizning hayotimizda namoyon qilganligini bu yerda albatta bu mazmunni davomli ko'rsak biz his qila olamiz. Shunga o'xshash bizda bor narsalardan, bizda bor bo'lgan tabiatlarimiz orqali Xudoning o'zining ulug'ligini shu bizning shu tabiatimizda, bizda bor bo'lgan ishlar orqali namoyon qilganligini biz ham ko'ra olamiz. Masalan, Pavlos yozgan xatlarni o'qib chiqsam, shu joydami bizning kamchiligimiz ustida Xudo o'zining ulug'ligini har bir biz kamchilik, biz ojizlik deb qaragan shu ishlar ustida Xudo o'zining ulug'ligini, kuch qudratini namoyon qilganligini ko'p yerlarda tasvirlaganligini biz ham ko'rib o'ta olamiz. Pavlos yozgan xatlar qarasaqmi. Dal shunda bu yerdami Hazrat İsa bu suvni sharobga aylantirgandimi nima qildi desa, dal shu joyda bor bo'lgan kuplar orqali suvni shu kuplarga to'ldirish orqali bu yerda Rabb o'zining ulug'ligini namoyon qilganligini biz ko'rib olamiz. Bayon degandek suvni to'ldirish orqali dedik. Endi bu suv motivi, ya'ni suv orqali tasvirlagan nurg'un tasvirlarmi bizning ko'nak kitobimizda nihoyat ko'p. Masalan, Yeshaya qismida ham suvga o'xshash, ya'ni suv to'ldirgan o'xshash butkul jahon Xudoning donoligi bilan to'ldirildi degan o'xshash suv, nur deganlar nimaga vakillik qilgan desa, Xudoning haqiqatiga donoligiga tasvirlanib turib, shu motiv sifatida tasvirlangan ahvollar nihoyat ko'p desakmi bo'ldi. Endi bular orqali biz endi yig'inchoq qilayotganimiz nima desa, Rabb bizning hayotimizda o'zining irodasini amalga oshirgan vaqtlarda, amalga oshirmoqchi bo'lgan vaqtlarda Rabb bizning kundalik turmushimizdagi shu ishlarimiz ustida, mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, bizning kundalik turmushimizdagi, bizning tabiatimizdagi, biz turgan o'rin, biz turgan shu joylarimiz, bizning tabiatlarimiz, bizning har bir ishlarimizning ustida Rabb o'zining ulug'ligini, ya'ni bizda bor bo'lgan shu ishlar orqali Rabb o'zining ulug'ligini, donoligini namoyon qilmoqchi ekanligini, namoyon qilganligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shunga bizning qildig'inimiz nima desa, shu Rabbning irodasini, so'zini anqirab itoat qilish ekanligini ham biz bu yerda chakarlarning qilgan ishlar orqali biz buni bila olamiz. Buni biz davomli ko'rsak, ya'ni suvdan o'zgargan sharobni biz ko'rsak ham buni biz tushuna olamiz. Masalan, ular kuplarni og'zig'iga to'ldirgandan keyin Hazrat İsa endi buningdan bir chin elib ziyofat boshqaruvchi beringlar deydi emasmi? Ular bergan vaqtida ziyofat boshqaruvchi suvdan o'zgargan sharobni tetib ko'rib, uning qayerdan keltirilganligini bilmaydi. Ammo suv to'shganlar suvdan o'zgargan sharobning qayerdan keltirilganligini bilishadi. Chunki ziyofat boshqaruvchi Rabbning shu xizmatiga, Rabbning barliq bu amirlariga, ya'ni chakarlar degan emasmi, suvni to'ldiringlar deb. Va chakarlar bu yerda itoat qilib suv to'ldirganligi uchun bu suvning qanday qilib sharobga aylangan, ya'ni bu sharoblarning hozir ichayotgan bu yaxshi sharobning nadan kelganligini bu chakarlar bilgan. Chunki bular qatnashgan Rabbning bu ishiga, bu xizmatiga. Lekin ziyofat boshqaruvchi ziyofatda o'ltirib, ziyofatda o'zining ishini qilib o'ltirgan vaqtida, lekin keyin bu chakarlar sharobni bergan vaqtida tetib yiqib, bu yaxshi sharab ekan deydi. Lekin bu sharobning qayerdan keltirilganligini bilmadi. Chunki bu ziyofat boshqaruvchi Rabbning bu ishiga qatnashmagan. Shuning uchun bu sharobning qayerdan keltirilganligini va Rabbning kimligini bilishdan mahrum qolgan. Ammo buning qatnashgan chakarlar bo'lsa, bu sharobning qayerdan keltirilganligini, Rabbning bu ishning, bu ularning ustida qanday ish qilganligini va Rabbning kim ekanligini, ulug'ligini bu yerda bilganlar, muyassar bo'lganlar, tunish qilib muyassar bo'lganlar kimlar desa, dal shu Hazrat İsa'ning so'ziga itoat qilib qatnashganlar. Bu xizmatga qatnashgan shu chakarlar Rabbni tunishga, Rabbning ulug'ligini ko'rishga muyassar bo'lganligini biz
bilib olalaymiz. Hem şunlarla qandaq bo'ldi desa, bu ziyofat boshqurg'uchi bu sharobni tetigandan keyin nima deydi desa, kuyovini chaqirib, bu sharob bek yaxshi ekan. Boshqa sahibxonlar yaxshi sharobni to'yning beshida qo'ydi. Mehmonlar xeyli qanog'ich ichgandan keyin nachirini qo'ydi. Ajab sen eng yaxshi sharobni mushchaq saqlabsan deb kuyovini degan bu so'zini, ya'ni bu so'z orqali biz yana nimalarni tushuna olaymiz desak, bu yerda yaxshi sharobni to'yning beshida qo'yib qolg'ini bo'lsa xeyli ichib qongandan keyin nachirini qo'ydi deydi. Hamda ya'ni bu yerda mehmonlar yaxshi sharobni dastlabda ichib, sharobga xeyli qinib, xeyli to'yingandan keyin, xeyli qinishgandan keyin andan keyin nachirini, ya'ni bu sharob yaxshimi, nachirmi hech bir farq etmaydigan holatga kelgandan keyin qandoq bu sharob deyishlarni bilamaydigan, shuna farq etmaydigan holatga sarxush bo'lgan holatdan keyin andan keyin nachirini qo'ydi. Ya'ni nachirini qo'ysimi burun ichgan shu yaxshi sharob qu deb o'ylab ichaverdi deb o'ylag'achqa, shunga ichib qongandan keyin andan keyin nachirini qo'ydi deyishida. Lekin bu yerda deydi, sen eng yaxshi sharobni mushu chaqich, ya'ni oxiriga eng yaxshi sharobni oxirigacha saqlabsan degan mushu so'z orqali biz nimani tushuna olamiz desak, Hazrat Aysoning biz bayam deganimiz Masihning to'y ziyofati deb turib, ya'ni Arishning podshohligidagi Arishning ziyofati ichida bo'lsa, bu sharobni biz bayam xushallik, tinchlikqa simvol qildi degan edik emasmi? Shunga o'xshash Arishning podshohligidagi hayot bo'lsa, ishgan siri yaxshi va eng yaxshi sharobdek odamni xushal qildigan, ishgan siri odamga shodlik elib keldigan, xushallik elib keldigan, shundaq hayotga simvol qildiganligini biz tushuna olamiz. Ya'ni Arishning podshohligidagi hayot ishgan siri yaxshi va eng yaxshi sharobdek odamni to'xtamay xushal qildigan, ishgan siri odamga shodlik elib keldigan hayot ekanligini. Ya'ni Xudoning podshohligi ichidagi bizlar Xudoni tunigan siri hayotimiz texmi xushal bo'lganligini, aromlikqa, ya'ni Xudodan kelgan aromlikqa, Xudodan kelgan xushallikqa, shodlikqa to'ladigan, Xudoni tunigan siri shodligimiz eshib boradigan, xushalligimiz texmi cho'nqilishadigan shunday bir hayot ekanligiga simvol qildigan biz ko'rib olamiz. Ya'ni Xudoni haqiqiy tunishga nisb bo'lganlar, ya'ni o'zining xushalligini, hayotining ma'nosi, qalbining aromi, shodligi, dil huzuri Xudoning so'zi, ya'ni Xudodan kelgan xushallik deb bilib turib, hayotida, turmushida, har bir ishlarida Xudoni izlaydigan, Xudoga intildigan va shunday Xudoga tayinib yashaganlar uchun bu hayot bo'lsa, hayoti Xudoni tunigan siri ana shunday xushalliklarni ato qildigan, Xudoni tunigan siri haqiqatdan keladigan haqiqiy xushallik, ya'ni eng yaxshi sharobga o'xshash, odamni eng xushal qildigan ishlarning nima ekanligini, Xudoning irodasi ichidagi xushallikning nima ekanligini, haqiqiy hayotning nima ekanligini, shularni tunishga muyassar bo'lib turib, haqiqiy shu Xudodan kelgan xushallikdan bahramand bo'lganlarni bizga bu yerda tasvirlab beradi. Ya'ni bu yerda mushu vaqtcha, ya'ni oxirigacha saqlabsan, eng yaxshi sharobni oxiriga saqlabsan degan so'z orqali biz tahi Xudoning huzuridagi xushallikdan biz to'liq bilmadik, Xudoning haqiqat ichidagi xushallikni biz tushunmadik, endi tushunishga boshlayapmiz deganga o'xshash. Biz Xudoni tushungan siri, Xudoni cho'nqur tunigan siri xushalligimiz texmi ortib, bizning hayotga bo'lgan qarashimiz, tushunchamiz texmi cho'nqurlashib, haqiqiy Xudoning huzurida, Xudoning podshohligi ichidagi haqiqiy xushallikni biz Xudoni tunigan siri tushunib yetganligimizni mana shu eng yaxshi sharobni oxirigacha, ya'ni mushu chaqqicha saqlabsan degan so'z orqali biz tushuna olamiz. Ham shundaqla bizga o'xshash Rabbning to'y ziyofatiga chaqirilganlar, to'y ziyofatiga qatnashganlar. Bizning ham ustida biz bayam dedik, ya'ni to'y ziyofat tamsillarini dedik emasmi? Ba'zilarning qanday bahonalar, ya'ni turmush sharoitchiligidagi bahonalar bilan kelishni rad qilganlar bo'ldi va yoki to'y ziyofatida qatnashadigan shunday paks kiyim kiymay kelganlar bo'ldi degan o'xshash. Mushundaq mazmunlar orqali bizga nima yetkazmoqchi desa, Rabbning to'y ziyofatiga chaqirilgan bizlar
Bizga shundoq ogohlarni, shundoq bir tanbehlarni beradiki, Rab tarafidan chaqirilgan har birimizning oxirigacha Rabning shodligidan, xushalligidan belli bahramand bo'la oladiganlardan bo'lishimizni men umid qilmay, shu hammamizning hayotimizning oxiriga qadar Xudoning so'zini kunda Xudoning so'zini texmi cho'nqur tushunishga tirishadigan, texmi cho'nqur tushunishga ko'ngil bildigan, quloq soladigan Rabga talmurib hayotimizning har ishlarimizda Rabning ulug'ligini ko'radiganlardan bo'lishini hayotimizning oxirigacha ko'zimizga Rabga tikib yashaydiganlar bo'lishimizni umid qilaman. Ya'ni oxirgi mazmun qilib qoldi. Ya'ni bu Hazrat Aysoning dastlabki mo'jizasi bo'lib, Jaliliyaning Kanayesi ko'rsatilgan edi deydi. Ham bizning kitobimizda dastlabki mo'jizasi degan bilan buni grekcha yozilgan vaqtida Yani asli tilda ko'rgan vaqtimizda mo'jizlik belgisi, ya'ni dastlabki mo'jizlik belgisi bo'ldi deb turib ifodalaydi. Bu dastlabki belga, mo'jizlik belga degan gap mo'jizasi degan bilan biroz farqlandi. Belga deganimiz Xudo degan shu so'zlarning burun bishorat qilgan shu so'zlarning amalga oshirayotganligining belgisi ekanligini, shuning bir ifodasi ekanligini bizga Xudo shunday bishoratlarni bergan, shularning ko'z oldimizda namoyon qilayotgan, namoyon bo'layotganligining belgisi deganligini bizga ifodalab berdi. Endi bu mo'jizlik belga deganni bu o'zining Yohanna bayon qilgan xush xabarida 7 dona mo'jizlik belgini bizga alayda uqtirdi. Bu 7 degan son mukammal bir sonni ifodalaydi shu vaqtlarga nisbatan. Shunga 7 dona mo'jizlik belga degan gap mukammal bo'lgan. Ya'ni biz Yohanna bayon qilgan birinchi bobni shu qadar uzun to'xtaldik. Shu yerda to'xtagan Yohanna bizga bayon qilgan dal shu Xudoning o'g'li, Xudoning qo'zisi, haqiqiy nur degan deb bizga tushuntirgan Hazrat Ayso Xudoning kalomi degan shu Hazrat Ayso haqidagi shu so'zlarni to'liq isbotlab berdi deganga nisbatan 7 dona mo'jizlik belgisi bor. Ya'ni mukammal bo'lgan bir belgilar bor. Ya'ni mukammal holatda dal shu Xudoning kalomi, Xudoning so'zi, o'zi Xudo degan shu so'zini mukammal holatda isbotlab berish uchun 7 dona, ya'ni mukammallab qaralgan shu mo'jizlik belgini bizga bu o'zi bayon qilgan Yohanna xush xabarda bizga isbotlab berdi. Masalan, bu belgilar qaysilar desa, birinchisi dal bugungi to'y ziyofati, Kanayasiga to'y ziyofati. Ya'ni ikkinchisi nima desa, sizlar izlab baxsanglar bu ikkinchi mo'jizasi, uchinchi mo'jizasi deb bizning kitobimizda shuna tarjima qilingan. Ikkinchisi bo'lsa 4-bob, ya'ni o'rda amaldorning o'g'lining saqaytilishi va uchinchisi bo'lsa to'kurning saqaytilishi, ya'ni 5-bob. 4-si bo'lsa 6-bobdagi 5 dan 2 beliq voqeasi. Hamda 5-si bo'lsa 6-bobdagi suv ustida menishi. 6-si bo'lsa 9-bobdagi tug'ma qarg'oning ko'zining ochilishi. 7-si bo'lsa 11-bob, ya'ni Lazarning o'limdan tirildirishi. Ya'ni eng oxirida o'lganlarni tirildirguchi, hayotli xato qilguchi, mangulik hayotlik berguchi deganga simvol sifatida shu 7-si bo'lsa Lazarni tilga oladi. Ya'ni shunga o'xshash mukammal bo'lgan mo'jizlik belgi orqali bizga demoqchi bo'lgani dal shu 1-bobdagi shu mazmunlar bilan endi bu Yohanna bayon qilgan xush xabarning gavdasida tuzilishida dal shunday 7 dona mo'jizlik belgi. Ya'ni Hazrat Aysoning haqiqatan kalam ekanligini, Xudoning o'g'li ekanligini, o'zining Xudo ekanligiga dal shunday ham shundaqla burungi muqaddas kitoblarda oldin ola bishorat qilgan dal shu so'zlarning dal Hazrat Aysoning ustida mukammal ifodalanganligi. Dal shundaq 7 dona mo'jizlik belgi orqali isbotlab bera oladi. Masalan, Hazrat Ayso ustida oldin ola bishorat bergan bu to'y ziyofati, o'rda ya'ni saqaytish, to'kurlarning, oqsoq cho'loqlarning saqaytilishi, odamlarni ta'minlashi, ya'ni to'yg'izishi bo'lsin va yoki ilohiy bir sifatdagi birisi ekanligini tasvirlaydigan va Xudo avatmoqchi bo'lgan ana shu qutqizuvchisining qandoq bir ekanligini, ya'ni alohida, ya'ni shundaq Mavu 7 dona mo'jizlik belgida tasvirlangan mushundaq bir holatlar, mo'jizalarni oldin ola bishorat bergini dal Hazrat Ayso, ya'ni Xudoning avatmoqchi bo'lgan shu qutqizuvchisining alohidligini tasvirlagan mazmunlarda bor. Masalan, Yeshaya payg'ambar qismida bor va yoki podshohlarga qarasak Eliyas va Elisha payg'ambarlarning ularning qilgan ishlari orqali ham Xudoning qandoq o'zining xalqini qutqizmoqchi bo'lganligini, Xudoning xalq ustidagi qutqizish irodasining ham shunaqla Xudoning qandoq bu ishni
amalga oshirganligiga oid barcha alayliklar, barcha bishoratlar, ya'ni Hazrat Isoning keldiganligiga oid barcha bishoratlar ana shunday ko'natida aniq bishorat belgiligi uchun bu yerda Yohanna dal shu ko'natidagi barliq bishoratlarning Hazrat Iso ustida namoyon bo'lganligini, Hazrat Isoning qilgan ishlari bo'lsa, dal shuning bir belgisi ekanligini, ko'natidagi bishoratlarning amalga oshirilganligining belgisi sifatida shuna birinchi va ikkinchi deb turib 7 dona, ya'ni mukammal deb qaragan shu son bo'yicha 7 dona mo'jizalik belgini maqsadli holda bizga tasvirlab yetkazmoqchi bo'lganligini biz ham bu yerda ko'rib olamiz. Ham shunday holda nima deydi desa, shuning bilan Hazrat Iso o'zining ulug'ligini ayon qildi, ham uning shogirdlari uning Xudoning avatganligiga ishondi deb turib, ya'ni o'zining ulug'ligini ayon qildi deb turib, ya'ni ulug'ligini namoyon qilgan birinchi belgisi ekanligini mushundaq maqsadli holatda mushundaq tuzib bayon qilganligini biz bu yerda tushunib olamiz. Ma'qulamiz qarindoshlar, bugungi mazmun mushunchalik bo'lsin. Hammanglar Xudodan kelgan aql, farosat, cho'nqur tushuncha va shunday anqirash qobiliyat ato qilishini tilayman. Hem shundaqla Xudo qalbinglarni texmi ro'shan qilib, ko'zlaringlarni ochib, quloqlaringlarni ochib, Xudoning so'zini texmi cho'nqur, kun siri texmi cho'nqur tunib yetishinglarni va kundalik turmushinglarda Xudoning qilayotgan ishlarini anqira oladigan va Xudoni texmi tuna oladigan, texmi cho'nqur tunishga intiladigan shundaq bir Xudoning farzandlaridan qilib chiqishini, yetishtirishini tilayman. Oxirda yana ta'kidlamoqchi bo'lganim, men bayam deganimdek ustida biz nurg'un mazmunlarni tilga olib o'tdik muqaddas kitobdagi. Shu mazmunlarni Mattada, Luqada degan shu mazmunlarni, ya'ni to'y ziyofatiga oid o'qib, texmi tafsiliy va texmi cho'nqur o'qib chiqishinglarni umid qilaman. Chunki men bu so'zlagan bo'lg'achgina aytib qisqa tilga olib o'tdim. Sizlarning ularni texmi cho'nqur o'qish orqali, tafsiliy o'qish orqali bugungi mazmun bilan birlashtirib, texmi cho'nqur bo'lgan yangi bir tushunchalarni shularni erishishinglarni umid qilaman.